O'rtoqlar, pishdi bu mashina. O'rtoqlar, o'sha 4,5 ming dollarga tushgan mashinamizni 1800 dollarga pechaga topshirdik. Ko'rib turibsizlar. Ahvol chataq o'rtoqlar, ahvol chataq. Voy, bu pishdi bu mashina o'rtoqlar. Pishdi bu mashina. 1000 dollar, 1,5 ming dollar zarari. Zo'r mashina edi, lekin ketdi o'zi. Koreya hududida haydab bo'lmaydigan mashina ekan o'rtoqlar. Ko'rdilaring, mashina pishdi. Bizi ilojimiz yo'q. Nima qildim bunga? Nima qildim men hozir masalan? Birinchi qildimmi men birovga? Bir yordam podeshka bormi o'rtoqlar? Ko'rib turibsizlar mashina ahvolini. Mana ko'ryapsizlar, faralar ham yo'q qilib yubordik. Balonlar olib sotib yuborishdi o'rtoqlar. Balonni olib yo'q qilib yuborishdi mana. Xuddi o'sha mashinamiz. Endi xafa bo'lmaysizlar, brendiga putur yetib qolmasin. Brend yaxshi turibdi. Baribir Mersmi, BMW degan odamlarga bitta video tashab qo'ysalaring, bitta o'zlari hal qilib qo'ysin o'rtoqlar. Qanchaga tushdi? Biz lekin 1,5 ming dollar o'rtoqlar. Roppa rosa 1,5 ming dollar zarar qildik o'rtoqlar. Bitta hisoblab qo'yasizlar, kommentariyaga yozib qo'yasizlar o'rtoqlar.